25 dekabrni butun dunyo bo'ylab odamlar nishonlaydi. 25 dekabr kuni mamlakat va dindan qat'i nazar odamlar Rojdestvo bayramini nishonlab, yil oxirini birgalikda xursandchilik bilan kutib olishadi. Xo'sh, muqaddas kitobda 25 dekabr Isoning tug'ilgan kuni deb aytilganmi? Muqaddas kitob orqali biz Matto va Luqo xushxabarida Isoning tug'ilishiga oid muhim ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Bu yozuvlar Isoning tug'ilishi nima uchun dekabrda hech qachon sodir bo'lmaganligining muhim dalilidir. Keling, Luqo xushxabarning 2-bob 1-oyatini o'qib chiqaylik. O'sha kunlarda Qaysar Avgust butun Rim imperiyasidagi aholi ro'yxatga olinsin degan farmon chiqardi. Bu ilk aholi ro'yxati bo'lib, Suriyada Quirinius hokim bo'lgan paytda o'tkazildi. Ro'yxatdan o'tish uchun hamma o'z shahriga bordi. Yusuf ham Jaliladagi Nosira shahridan Yahudiyaning Baytlahm shahriga yo'l oldi. Bu shahar Dovud shahri edi. Yusuf Dovud xonadonidan, uning naslidan edi. Yusuf ro'yxatdan o'tgani Maryamni ham o'zi bilan olib ketdi. Maryam Yusufga unashtirilgan bo'lib, farzand kutayotgan edi. Ular o'sha yerda bo'lganlarida Maryamning oy kuni to'ldi. U o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di. Uni yo'rgaklab, oxurga yotqizib qo'ydi, chunki mehmonxonada ularga joy yo'q edi. 8-oyatni davom ettiramiz. Baytlahm yaqinida cho'ponlar bor edi. Ular tunda yaylovdagi suruvini qo'riqlash uchun dalada yotib qolgan edilar. Ularning qarshisida egamizning bir farishtasi paydo bo'ldi. Egamizning ulug'vorligi ularning atrofini yoritib yubordi. Ushbu oyatga e'tibor qaratishimiz kerak. Cho'ponlar qayerda edi? Unda shunday deyilgan, ular dalada yotib qolgan edilar. Kunning qaysi vaqtida edi? Bu kunduz emas, balki tun edi. Ular tunda yaylovdagi suruvini qo'riqlash uchun dalada yotib qolgan edilar. Ularning qarshisida egamizning bir farishtasi paydo bo'ldi. Egamizning ulug'vorligi ularning atrofini yoritib yubordi. Cho'ponlar qattiq vahimaga tushdilar. Ammo farishta ularga shunday dedi: "Qo'rqmanglar. Men sizlarga xushxabar olib keldim. Bu xabar hammaga buyuk quvonch keltiradi. Bugun Dovud shahrida sizlar uchun najotkor tug'ildi. U Masihdir, bizning Rabbimizdir. Mana sizlarga uning belgisi, oxurda yotgan, yo'rgaklangan chaqaloqni topasizlar." Birdan farishtaning yonida samo lashkari bo'lmish sanoqsiz farishtalar paydo bo'ldi. Ular Xudoga hamd va sano aytishardi. Falak toqidagi Xudoga sharaflar bo'lsin. Xudodan marhamat topgan yerdagi bandalarga tinchlik kelsin. Farishtalar osmonga ko'tarilib ketgandan keyin cho'ponlar biriga dedilar: "Qani Baytlahmga boraylik. Egamiz bizga aytgan voqea yuz berganini ko'raylik." Ular shosha-pisha bordilar. Maryam, Yusuf va oxurda yotgan chaqaloqni ko'rdilar. Ular chaqaloqni ko'rib, farishta bu chaqaloq to'g'risida nimalar aytganini gapirib berdilar. Cho'ponlarning gapini eshitganlarning hammasi hayratga tushdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Cho'ponlar qaytib ketayotib, Xudoni ulug'lab, unga hamd va sanolar aytdilar. Chunki eshitgan va ko'rganlarning hammasi xuddi farishta aytganday sodir bo'lgandi. Bu oyatlardagi sahna Isoning tug'ilishi haqida juda muhim dalil beradi. Isroilda dekabr oyida o'rtacha harorat taxminan 10 gradus Selsiy. Shu sababli dekabr oyida Isroilning hech bir shahrida qo'ylarni tashqarida otlatish mavsumi emas. Qo'ylar mart yoki aprel oyida tashqarida otlay boshlaydi. Biroq Luqo Injilidagi oyatlarni o'qiganimizda farishtalar Isoning tug'ilgani haqida kimga xabar berishdi? Farishtalar tunda qo'ylarni qo'riqlab tashqarida bo'lgan cho'ponlarga xabar bergani yozilgan. Dekabrda harorat kechasi tez tushadi. Biroq Iso tug'ilganida cho'ponlar qo'ylarni tashqarida otlatib, kechasi ularni qo'riqlashlari mumkin bo'lgan mavsum edi. 25 dekabrda Isoning tug'ilishi hech qachon sodir bo'lmaganligi mantiqan to'g'ri. Shunda butun dunyo bo'ylab odamlar qachon Isoning tug'ilgan kuni deb ishonib, 25 dekabrni nishonlay boshladilar.
Ajablanarlisi shuki, 25 dekabrni Iso payg'ambar davrida, na uning shogirdlari davrida Iso Masihning tugilgan kuni sifatida nishonlanmagan. 12월 25일 예수님 탄생일이라고 기념한 것은 단 한 번도 없습니다. Iso osmonga ko'tarilgandan keyin, oxirgi havoriy Yuhanna vafot etgach, 세상을 떠나시고 한 xristianlik 250년 quyosh xudosiga siginish odatlarini qabul qila boshladi. 태양 신교를 기독교가 Oxir-oqibat havoriy Yuhanna vafotidan taxminan 250-354 yil o'tgach, milodiy 354 yilda Rojdestvo bayrami tashkil etildi. Rojdestvo va uning kelib chiqishiga kelsak, Rimda har yili 3 ta asosiy festival o'tkazilgan. 3 ta asosiy bayramlardan biri quyosh xudosiga siginish va uning tugilishini nishonlash bayrami edi. 탄생을 기념하는 절기가 있었습니다. Xristianlik bu bayramni Iso tugilgan kuniga moslab o'zgartirdi. 오늘날 기독교에서는 O'shandan beri xristianlar bu kunni Isoning tugilgan kuni sifatida nishonlaydilar. 그렇지만 Biroq bu bayram marosimining o'zi quyosh xudosining tugilgan kunini nishonlashdan kelib chiqqan. 결국 태양신에게 경배했던 태양신 Bu aslida quyosh xudosiga sajda qilish kunidir. 그 속에 내재되어 있다는 것을 분명히 아셔야 되겠습니다. Rojdestvo 25 dekabr Isoning tugilgan kunimi yoki yo'qmi, bu oddiy masala emas. 우리에게는 굉장히 중요한 Bu Xudoning qonunlariga amal qilish yoki qilmaslik masalasidir. 중차대한 문제가 있기 Bu juda muhim masala ekan. Biz buni oddiy narsa deb hisoblashimiz kerakmi? 넘을 수가 없지 않습니까? 예, Muqaddas kitobda bizni haqiqiy iymon yo'liga olib boradigan Xudoning muqaddas ta'limotlari bormi? 그렇습니까? Biz doimo Xudo bergan yangi ahdda yashashimiz kerak. 새 언약의 그 진리와 또 하나님께서 Keling, Xudo buyurgan farmonlar, qoidalar va qonunlarga doimo rioya qilaylik. 할 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. Katta rahmat.